Navbatdagi xonadonimizdan eshik romlarini qo'ydirganmiz. Hozir sizlar bilan qisqacha obzor qilib beraman. Romlar 7 mendada klassik bilan eshiklar termometr 8 bilan videoni oxirigacha. Xonadonimizda eshiklari termometr 8 romlar 7 mendada bilan ikkiga bo'lib bir tarafi ochilib, yoranga serfeski betonli do'q berganmiz. Juda chiroyli chiqqan shatlankasi bilan birga oynalarimiz energiya tejovchi oynalar. Romlar eshiklari hammasi splashnoy holatda bo'lgan. Romlar balandligi 1.90 bo'lgan, eshiklarimiz 2.40 bo'lgan. Shuning uchun bu yerga promoval emas, splashnoy holatda tavsiya berish uchun splashnoy holatda qilganmiz. Hozir ishlashlarni, yopilishlari va mexanizmlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berib boramiz. Eshigimiz ruchkasi stulning ruchka ochib yopilishlarini juda yengil holatda tashlibda. Hozir romga ochib yopilishlarini ko'ramiz. Ko'rsini ichkaridan ochib yopilishlari juda yengil eshigimiz splashnoy holatda shatlankasi bilan birga qo'yilgan. Bu tarafda romlarimiz ikkiga bo'lib bir tarafi ochiladi. Ichidagi mexanizmi germanskiy rotko mexanizmi qo'yilgan. Ruchkamiz Hoffenyo seriya ruchkadan qo'yilgan. Duvayno mexanizmi ham xuddi shunday holatda ochiladigan duvayno mexanizmi qo'yilganmiz. Hammasi duvayno mexanizm holatda ochiladi. Podokoniyalarimiz to'rtburchak holatda, kengligi uchun 60 lik podokoniya qo'yilganmiz. Donald Tramp, погнали, открывай Белый дом, я иду. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, eshik rom bo'yicha pastda nomer qoldirma, nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, sayfamizga obuna bo'lib qo'ying.